Assalomu alaykum azizlarim. Go'zal tabiatni go'zal ovqat qilamiz. Bu tabiatni qaranglar, prям mazza. Go'shtlarimizni kesib olamiz. Piyoz, guruch, sabzi, ziravorlari, tuz, go'sht, chnoq, yog'. Qopqonni yopdik. Endi buni suvga qo'yamiz. Yomg'ir yog'yapti, tabiat va shim cho'tkey. Lekin mana hozir oshim ajoyib bo'lib pishib, mazza qilib yeymiz. Hozir yarim soat poylaymiz. Dietetический oshim tayyor bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qatimga ham, настроениямga ham, tabiatiga ham vachim gap bo'lishi mumkin emas. Osh bo'lsin. Do'mboqqina mana, yumshoqqina o'rama xonimlar. Kelinglar. Adres Bog'rabon 29. Kelinglar. Sousini alohida olsanglar, akkuratni qilib bunaqa idishlarga solib beramiz, ko'rasizlar. Chiroyli bo'lib boradi. Borasida bitta ustiga surib mazza qilib yuraverasizlar. Bu mana xabarqasi dona-dona go'shtli, dona-dona qiyma go'shtli. Keling mana shu xabarqasidagi dirkillab turgan go'shtli mantilar. Ana. Uch toza go'sht, piyoz juda ham azgina. Bu qatular bilan mazali bo'ladi, mazali. Assalomu alaykum Chilonzor ahli, hammanglarni Nariza paslarni Shuhrat xonimxonada kutyapti. Manzilimiz Shuhrat chorrahasida, to'g'rimizda evimiz bilan nomdor somsa. Xonimxonamiz salkam 12 soat ishlayapti. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Xonimlarim asal. Sog' bo'linglar, kelinglar.